Kechirasiz janob. Janob, bu sizning yaxtangizmi? Ha, Dubayda yashash uchun siz nima bilan shug'ullanasiz? Menda turli xil bizneslar bor. Qancha? 8. Sizda 8 ta biznes bormi? Ha, siz qachondan beri tadbirkorsiz? 22 yildan beri. Shu 22 yil ichida bir yilda eng katta qancha daromad topgansiz? 69 million. 69 million? Ha, bitta biznes bilan intervyu olishim mumkinmi? Albatta, marhamat. Hayotingizga eng katta ta'sir ko'rsatadigan qaysi kitob? Yaxshi savol. Menga 8 yoshimda ustozim Napoleon Hillning O'yla va boy bo'l kitobini sovg'a qilgan edi. Uning asosiy g'oyasi shuki, muvaffaqiyatning 90% tafakkurga, faqat 10% esa moliyaga bog'liq. Demak, asosiy narsa bu tafakkur. To'g'ri, tafakkur bo'lmasa moliyaviy erkinlik bo'lmaydi. O'ziga ishonch esa eng katta egoizm. Siz Xudoga ishonasizmi? So'nggi paytlarda ishonishni boshladim, bora-bora ko'p. Nega? Iymon va umid insoniyatning oxirgi tayanchi. Agar oxirida umid qolmasa, unda senga nima qoladi? Pul haqida qaysi haqiqatni banklar odamlar bilishni istamaydi? Bank hisobingizda pullar sizga emas, banklarga tegishli. Hattoki